ochib o'tirmanglar deyapman. Tushuntira oldimmi? Mana bu yerda hozir 100 talik umuman kuchi yetmayapti. Kuchi yetyaptimi? Hozir men buni ham o'chiraman. Xo'p, mayli, men buni qo'yaylik. Men buni qaranglar, o'shani 100 talik qo'yasizlar, orqaga naylit qo'yasizlar. Rangli. Mana, tushuntira oldimmi? Mana shu svet qo'ysanglar bo'ladi. Hozir misol uchun agar siz mana qaranglar, nechta Godox turibdi misol uchun. Bu mayli, mana. Bunaqa sharoit misol uchun hech kimda hozir yo'q bo'lsa kerak. Yo'q bormi? Yo'q. Ha, bitta katta bilan naylit qo'yasizmi? Naylit qo'yasiz orqaga kontur. O'zi proyektimni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Chiroyli kareli sochli qiz o'tiradi. O'shani nima qilganman? Yuziga to'g'ri qilib, mana shu bo'yi baravariga zont bilan ishlamayapman. Yuziga to'g'ri qilib svet qo'yaman deb, orqaga rangiga, kiyimiga mos rang qo'yib yuboraman bo'ldi. Soya orqaga ketadi. Soya orqaga ketadi. Endi mana bunaqa sharoitlar bilan qilsangiz